Namangandagi qabristonda katta yong'in sodir bo'ldi. Toshkentda 96 marotaba qoidabuzarlik qilgan haydovchi qo'lga tushdi. Istanbuldagi muzokara yakunlandi. Rossiya va Ukraina nimalarga kelishib oldi? O'zbekistonda haydovchilar uchun 10 ga yaqin xushxabar e'lon qilindi. Endi esa batafsil. Moskva va Moskva oblastidagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga registratsiya, patent, prodleniya, deport zapretni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Namangandagi qabristonda katta yong'in sodir bo'ldi. Namangan viloyatida joylashgan Mavlono qabristoni yoqib yuborilgani, katta yong'in sodir bo'lgani haqida video tarqaldi. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi holat yuzasidan ma'lumot berdi. Unga ko'ra, yangi Namangan favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga soat 14:56 da tumanning Kuzgu ko'chasidagi Mavlono qabristonida qurigan o'tlar yonayotgani haqida xabar kelib tushgan. Xabarga asosan yong'in qutqaruv ekipaji soat 15:09 da yetib borib, yong'in soat 15:29 da qutqaruvchilar tomonidan bartaraf etildi. Yong'in natijasida qabriston hududidan 50 kvadrat metr joyi yonib zararlangan. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida 96 marotaba qoidabuzarlik qilgan haydovchi qo'lga tushdi. Bu haqda Yo'l harakati xavfsizlik xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Mirzo Ulug'bek tumanida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimlari Cherry avtomashinasini to'xtatib tekshirgan. Shunda haydovchining 2024-yil 28-maydan bugungi kunga qadar 96 marotaba qoidabuzarlik sodir etgani aniqlangan. Transport vositasining qarzdorlik summasi 28 million so'mni ko'rsatmoqda. Hozirda mashina vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Istanbulda 16 may kuni Rossiya va Ukraina delegatsiyalari o'rtasida 2022-yil bahoridan beri birinchi muzokaralar o'tkazildi. Reuters agentligi Turkiya va Ukraina diplomatik manbalariga tayanib, Istanbuldagi Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralar yakunlangani va ular taxminan 2 soat davom etganini xabar qildi. Reuters agentligining Ukrainadagi diplomatik manbasiga ko'ra, Rossiya delegatsiyasi Istanbuldagi muzokaralarda qabul qilib bo'lmaydigan talablarni ilgari surgan. Xususan, Kiyev o't ochishni to'xtatish uchun o'z hududidan, ya'ni qisman Rossiya tomonidan bosib olingan hududdan qo'shinlarni olib chiqish kerak. Hozirga qadar e'lon qilingan yagona kelishuv Ming formulasi bo'yicha harbiy asirlarni almashtirish. Bu haqda jurnalistlarga dastlab Ukraina delegatsiyasi rahbari Rustem Umerov, keyin esa Rossiya delegatsiyasi rahbari Vladimir Medinskiy ma'lum qildi. Shuningdek, Medinskiy muzokaralardan so'ng tomonlar har biri kelajakdagi ehtimoliy o't ochishni to'xtatish bo'yicha o'z qarashlarini taqdim etishiga kelishib olgani va shundan so'ng muzokaralar qayta boshlanishini aytdi. Bundan tashqari, Medinskiyning so'zlariga ko'ra, Ukraina tomoni davlat rahbarlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishni so'ragan va Rossiya vakillari bu so'rovni inobatga olgan. Ta'kidlanishicha, muzokaralar boshlanishidan oldin Ukraina delegatsiyasi rahbari, Mudofaa vaziri Rustem Umerov Kiyevning to'liq va so'zsiz o't ochishni to'xtatishga hamda eng yuqori darajada to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarga tayyorligini bildirgan. Bugun biz barqaror va adolatli tinchlikka erishishning haqiqiy yo'llarini topish uchun Istanbulga keldik, degan Rustem Umerov. Rossiya delegatsiyasi rahbari Vladimir Medinskiy esa Moskva Istanbuldagi uchrashuvni 2022-yilgi muzokaralarning davomi sifatida ko'rayotganini aytgan. Ukraina tomoni bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarning vazifasi ertami-kechmi mojaroning asosiy sabablarini bartaraf etish orqali uzoq muddatli tinchlikka erishishdir, dedi Medinskiy. O'zbekistonda haydovchilar uchun 10 ga yaqin xushxabar e'lon qilindi. O'zbekiston prezidentining topshirig'i bilan haydovchilarga yengillik yaratishga qaratilgan hukumat qarori qabul qilindi. Bu haqda davlat rahbarining matbuot kotibi Sherzod Asadov xabar berdi. 1-iyundan boshlab yo'l chiziqlarini bosib qoidabuzarlik sodir etish holatlarini avtomatlashtirilgan foto-video qayd etish moslamalari orqali qayd etishga yo'l qo'yilmaydi. To'xtash chizig'i stop liniya bundan mustasno. Haydovchi chiziqni bosib olsa, bu qoidabuzarlik fotoradar yoki video kamera orqali qayd etilmaydi. Demak, avtomatik ravishda jarima yozilmaydi. Lekin yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan aniqlanganda qoidabuzarlik o'rnatilgan tartibda rasmiylashtiriladi, deya aniqlik kiritdi Asadov.
1-iyundan boshlab shaharlarda avtomobil yo'llarini ta'mirlash yoki yo'l chiziqlarini chizish bilan bog'liq ishlarni soat ertalab 7:00 dan 21:00 ga qadar amalga oshirishga yo'l qo'yilmaydi. Dam olish kunlari, shuningdek kechiktirib bo'lmaydigan alohida holatlar bundan mustasno. Ta'mirlash va yo'l chiziqlarini yangilash ishlari endi kunduzi emas, faqat kechasi, yo'llardagi harakat kamaygan vaqtda amalga oshiriladi. 1-sentyabrdan boshlab harakat tezligini nazorat qilishga mo'ljallangan har qanday turdagi statsionar va mobil radarlar joylashgan hududda radar yo'l belgisining o'rnatilishi majburiy bo'ladi. Radar yo'l belgisi radar joylashgan joydan kamida 250 metr, ko'pi bilan 500 metrgacha bo'lgan masofada o'rnatiladi. Bugundan boshlab soat 23:00 dan tongi 6:00 ga qadar yo'nalishli transport vositalari uchun alohida ajratilgan tasmalarda boshqa transport vositalarining harakatlaninishiga ruxsat berildi. Bungacha avtobuslar harakati uchun ajratilgan, ya'ni A harfli tasmalarda boshqa transport vositalarining harakatlanishi hozirda taqiqlangan edi. Soat 23:00 dan boshlab deyarli barcha avtobus yo'nalishlari o'z ishini tugatishni hisobga olib, hamda qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida boshqa transport vositalarining tungi paytda tongi soat 6:00 ga qadar ushbu tasmalarda harakatlanishi mumkin bo'ladi va bu qoidabuzarlik hisoblanmaydi, deyiladi rasmiy izohda. Maktab va bog'chalar atrofidagi yo'llarda soat 19:00 dan tongi 7:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida, shuningdek dam olish va ta'til kunlarida ushbu aholi punkti uchun ruxsat etilgan umumiy tezlik chegarasigacha oshirib harakatlanishga ruxsat berildi. Ma'lumot uchun 2022-yil apreldan e'tiboran maktab va bog'chalar atrofidagi yo'llarda 300 metrgacha bo'lgan masofada tezlikni 30 km/soatdan oshirish taqiqlangan. To'xtash taqiqlangan va to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgilarining maqsadga muvofiq o'rnatilgani nuqtai nazardan to'liq qayta ko'rib chiqiladi. Zarurat bo'lmagan joylarda o'rnatilgan yo'l belgilari demontaj qilinadi. Shuningdek, bu belgilarning amal qilish vaqtini ko'rsatuvchi qo'shimcha axborot belgilari o'rnatiladi. Bu belgilarda ko'rsatilgan amal qilish vaqtidan tashqari paytda transport vositalarining tegishlicha to'xtashi va to'xtab turishiga ruxsat berildi. Masalan, to'xtab turish taqiqlangan belgisining tagida amal qilish vaqti soat 7:00 dan 21:00 gacha deb ko'rsatilgan bo'lsa, transport vositalari ushbu belgi hududida soat 21:00 dan 7:00 ga qadar bemalol to'xtab turishlari mumkin bo'ladi, deya tushuntirdi Prezident matbuot xizmati. Temir yo'l kesishmalarida stop belgilari boshqariluvchi svetoforlarga almashtiriladi. Qayd etilishicha, bugungi kunda yo'llardan kesib o'tuvchi ayrim temir yo'llarda hafta yoki kun davomida vagonlar harakatlanmasa-da, haydovchilar belgi oldida to'xtashga majbur va natijada uzun tirbandliklar yuzaga kelmoqda. Shu munosabat bilan qaror bilan avtomobil yo'llaridan o'tgan ayrim temir yo'l kesishmalarida stop belgilari boshqariluvchi svetoforlarga almashtirilishi belgilandi. O'zbekiston yo'llaridagi barcha radar va kameralar yil oxirigacha to'liq xatlovdan o'tkaziladi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan 2025-yil yakuniga qadar chorraha va yo'llardagi barcha maxsus texnika vositalari to'liq xatlovdan o'tkaziladi. Xatlov natijalari bo'yicha o'zboshimchalik bilan yoki belgilangan tartibga rioya etmagan holda o'rnatilgan texnik va standart talablarga javob bermaydigan texnika vositalari demontaj qilinadi. Shuningdek, birinchi marta sodir etilgan yengil qoidabuzarlik uchun ogohlantirish beriladi. Ma'lum qilinishicha, Prezident topshirig'iga muvofiq ma'muriy jazolar tizimiga yangi ma'muriy ogohlantirish ta'sir chorasini kiritishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi ishlab chiqilgan. Loyihaga ko'ra, yo'l harakati qoidalarini buzish bilan bog'liq ayrim yengil turdagi huquqbuzarliklarni birinchi marta sodir etgan shaxslarga yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan ogohlantirish beriladi. Ogohlantirish 1 yil ichida faqat bir marotaba berilishi mumkin.